Xitoylik fermerlardan biri toqqa safarga chiqdi. Qoya oralab borarkan, tashlab ketilgan burgut ini qarshisidan chiqdi. Qarasa, inda tuxum turibdi. Ushlab ko'rsa issiq. Avaylab fermasiga olib ketdi. Fermaga borgandan so'ng bostirmoqchi bo'lgan tuxumlar orasiga burgut tuxumini ham qo'shib qo'ydi. Muddat o'tgach, tuxum yorib chiqdi. Kichkina burgut polaponi boshqa jo'jalarga qo'shilib katta bo'la boshladi. Ertalab katakdan chiqib ketadi. Kun bo'yi pastga qarab don terib qidirib yuradi. Shom bo'lganda uyga qaytadi. Hayotining ko'p qismini shu tarzda o'tkazib yuboradi. Burgut qaribdi. Kunlarning birida qandaydir qushning ovozi uning e'tiborini tortibdi. Yuqoriga qarasa, tepada burgut viqor bilan bir qanot qoqib aylanyapti. Shunda yerdagi burgut, qani endi men ham burgut bo'lganimda edi deb don terishdi.